Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs kanali. Bugungi roligimiz esa Instagramga tekin nakut kirish haqida bo'ladi. Bunaqa videolar ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Sababi juda ko'pchilik kutyapti, so'rayapti. Nimaga? Sababi o'sha Instagramda problema. TikTokka o'xshatib qo'yib qo'ygan 1000 ta obunachi bo'lmasa, Instagramingizda promo efir yo'qolmaysiz. Shu sababli biz Instagramga nakut kirish haqida juda ko'proq videolar chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimum like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yinglar, chunki biz 40 mingtaga уже harakatni boshlaganmiz. Sizlarning podeshkalaringiz bilan bu natijaga tezda erishamiz. Demak, ko'p kutmasdan videomizni biz boshladik. Qilishimiz biz Chrome'ga kirib olamiz. Chrome, Google yoki iPhone'dagilar esa Safari shunga o'xshagan saytga kirsa bo'ladigan programma. Xo'p, takibchi base deb nomlanadi. Bu saytimiz nomi. Men sayt haqida video chiqaryapman. Hech qanaqa programma emas, chunki agar programma haqida men video chiqarsam, Google'da juda ham ko'p programmalar bor. Instagram nakut kirish haqida men обязательно bu haqida xudo xolasa agar topib Telegram botimga tashlab boraman. Agar hozir bu programma haqida chiqarsam, Android iOS versiya uchun yo'q. Chunki iOS faqat bilasizlar, yopiq tizim bunaqa programmalarni yuklab olib bo'lmaydi. Android esa bunaqa funksiya ochiq. Hozir men bu haqida video chiqarsam, iOSdagilar xafa bo'lib qoladi. Nega bizga yo'qmi, iOS versiyaga yo'q bunaqa narsada. Shu sababli sayt orqali qulay qilib chiqarib o'tib ketyapti, ko'rsatib o'tib ketyapti. Bu yangi saytimiz takibchi base deb nomlanadi. Xo'p, saytga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng esa bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va biz bu yerdan kirishni bosib olamiz, ya'ni kirish. Kirib olganimizdan so'ng esa men обязательно ancha kuzatib kelgan obunachilarim bu haqida biladi, chunki bunaqa saytlar haqida juda ko'p video chiqarganman va Telegram botimga tashlab qo'yganman. Botimizda hozir qanday kirishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi qatoriga qaranglar. Buga akkaunt kirgizasizlar. Akkaunt qanday kirgizasizlar? Ya'ni fake akkaunt kiritasizlar. Asosiy akkaunt kiritmaysizlar bunga. Agar fake akkauntlar kimda bo'lsa, keraksiz akkaunt bo'lsa, shunga kiritasizlar. Keyin kiritganingizdan keyin eski, ya'ni asosiy akkauntingizga urasizlar. Menda hozir keraksiz akkaunt bor, fake degan shunaqa keraksiz, anaqa qo'shimcha yolg'on akkaunt degani. Hozir men akkauntimni kiritib olaman, fake akkauntni, o'shandan keyin videoni davom etaman. Aytgancha ko'pchilik iloji boricha akkauntingiz joy tashlanmagan holatda bo'lsin, nuqta yoki chiziqcha ko'pchilik shunday qiladi. Iloji boricha mana shunday holatda bo'lsin, yopishgan holatda. Nimaga o'rtasida joy tashlab yoki nimadir tashalgan bo'lsa akkauntda problema bo'lyapti hozir. Yoki nuqta bo'lsa ham o'tsa kerak, bilmadim, chunki joy tashlab hamda qilsa akkaunt bo'lsa qabul qilmayapti. Sayt ko'pincha. Shu sababli agar yangi akkaunt ochsangiz, fake akkauntingiz bo'lsa, yangi akkaunt ochib, o'sha nickda hammasini birga qilib yozib chiqinglar. Hozir men bu yerda akkauntimni kiritib olaman va videoni davom etaman. Va mana do'stlar, akkauntimni kiritib oldim. Mana bu yerda ko'rib tursiz, mana shunaqa o'zgarishlar degan narsa bor. Yangi ko'rayotganlar tushunmaydi baribir. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu yerda oyna ochiladi. 175 ta like, 210 ta obuna, 140 ta TikTok uchun ham qo'shib, X obuna uchun ham bo'lgan mana shu. Bu juda ham zo'r. Bu degani boshqa saytlar uchun ham qo'shilgan. Bu narsa turklar sayti juda ham mashhur sayt deb bo'lsa kerak, chunki bu oldin chiqqan, men endigina topdim. Bunaqa saytlar juda ham ko'p menda videolar qilib chiqarib o'tib ketganman. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Biz videomiz temasini obuna bo'lgani uchun obuna uramiz. 210 ta obunani ustiga bitta bosamiz va pastroq tushamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, takibchi Gonder, ya'ni akkauntni nickini yozamiz bu yerga. Akkauntimiz nickini bu yerga unaqa Instagram.com balobatlar qilib tashlash shart emas, shunchaki nickingizni o'zini yozamiz. Tak, bu yerda menda Hamrayev 8182. O'sha fake akkauntim kiritdim, fake akkauntga nakut ko'raman. Menga asosiy akkauntga kerak emas. Shu sababli mana shu fake akkauntga uraman mana. Fake akkauntim mana shu, hammasi mana 1090 ta obunachi, bar Instagramda ko'rsatib o'tib ketganman fake. Qaranglar, zakaz berishdan oldin bitta narsani o'tib ketaman, ko'rsatib o'tib ketaman. Har doimgidek mana shu tepadan 3 ta menyuchani bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa biz обязательно pastroq tushib, bu yerda shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni hozir ko'rsam mana follow and friends ruscha bo'lsa ruschada yozilgan bo'ladi. Mana bu funksiya yoniq bo'ladi. Bu flag bayroq funksiya ko'pchilik yoniq bo'ladi. O'chirib qo'yinglar, bo'lmasa nakutga kelmaydi. O'chirib qo'yganingizdan so'ng esa Instagramimizda 1090 ta obuna bor hozircha va kulenchi bu mana shu o'qishga yomon qiynalaman har doimgidek. Va mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana akkauntimiz chiqarib berdi haqiqatan. Endi biz bu yerdan nima qilamiz? Bunga nakut ko'ramiz. Xo'p, 210 dan 210 ta. Bar bilaman 210 ta nakutga kelmaydi. Boricha qabul qilamiz. Startni bosamiz
va bizga 120 sekundmi 120 sekund vaqt berdi. Va Instagramimizga obunalar ketdi deyapti mana. Xo'p, xullas mana 1102 ta уже sekundda keldi mana obunachilar. Mana obunachilar kelish boshladi. Juda ham tez. Saytga gap yo'q lekin 1103 ta ancha kela boshlaydi. Va oradan biroz vaqt o'tdi. Endi videoni past qilib qo'ydim. Video hajmi ko'payib ketmasligi uchun. Mana o'sha vaqti 12 sekund, 11 sekund mana shuncha vaqt qoldi. Xo'p, saytdan chiqib ketib qolmaylar. Agar saytdan ancha vaqt chiqib ketib qolsangiz, sekundni sanamay qo'yar ekan va obunachi ham kelmaydi kelayotgan joyida. Mana o'sha hozir 5, 4, 3, 2, 1 va shunga o'xshagan. Biz 1090 tada boshlagandik. Hozir 1123 ta obunaga erishdik mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Shunda bizda kam bo'lsa ham 33 ta obuna keldi. Bizga bo'ladi. Mana o'sha vaqt tugadi, tamom deyapti. Endi qaranglar, akkauntlaringizga bitta narsa nomer bilan gman ulab qo'yinglar, fake akkaunt ochgandan keyin обязательно, chunki problem bo'lib qolishi mumkin. Baribir, chunki sizlar begona akkauntga toshiryapsizlar, ya'ni begona funksiyaga nimadir bo'lib qolishi mumkin. Shu nomer ulab qo'ysalar, bemalol qaytarib olasizlar. Xo'p, mana urdilaringiz bir marta, endi yana 12 soatdan keyin qayta yana shunaqa zakaz bersanglar bo'ladi. 12 soatdan keyin yana qayta zakaz berib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Endi men sizlarga ko'pchilik tushunmaydi. Hozir Nakurtkada video opisaniyasi desa nima bu video opisaniyasi deb mening ko'pchilik video so'raydi. Xo'p, videolarga bo'lmay kiramiz va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana videoni ko'ryapsiz, mana shu videoni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Men chiqarayotgan videomda misol uchun bitta kirdingiz, mana shu holat oyna ochilyapti. Hozir men videoni ko'ryapsiz. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda video opisaniyasi mana buni aytiladi. Bitta ustiga bosasizlar, mana botimiz deb silka qoldirib ketganman. Shuni ustiga bitta kooperatsiyasiga bosasizlar va avtomatik bizning botimizga o'tib ketasizlar va bu yerda startni bosasizlar. Sizlarga mana bunaqa menyu ochiladi. Nakurtka bu frozen bot, spam bot, mana shunaqa va bu yerda ozgina pastga tushib, mana Instagram Tekin Nakurtka sayti. Shuni ustiga bitta bosasizlar, mana sizlarga mana shunaqa 9 ta sayt chiqarib beradi. Sizlar o'sha videoni ko'ryapsizlar, 10 ta sayt bo'ladi, chunki 10-sayt mana shu chiqarayotgan saytim bo'ladi. Mana shu yerdan xuddi boyagina qaraq urganda bo'lsa, akkaunt kirgizib, buni ham shunday urasizlar. Har bittasidan bittadan urib chiqsanglar ham, где-то bir 400-500 obuna yig'ib olasizlar. Har 12 soatda Nakurtka uraverasizlar, bemalol mana shunday holatda. Video opisaniyasi mana shu botim stilkasi qoldirib o'tib ketaman. Bundan tashqari esa sizlarga ham o'zim Nakurtka botim tavsiya qilaman. Yaqinda ochdim, juda ham aktiv zo'r. Nakurtka bot birinchi kirganingizda shuni bitta bossanglar, arzon xizmat. Mana shu yerda mana shu botim stilkasi ustiga bitta bosasizlar va restartni bosasizlar. Va bu yerda mana buyurtma berish bo'lini bossanglar, mana ko'rib turibsiz, Instagramga, TikTokga, YouTube'ga, WhatsAppga, Facebookga hammasiga. Sizlarga обязательно ko'pchilik video qiziq bo'lgani uchun Instagramga qiziq bo'lsa kerak va obunachi kafolatlangan. 3 oylikdan 1 yillikgacha bor. 1 yillik 23 ming so'm qoldi, 22 ming so'm qilaman, 21 ming so'm qilaman, arzon qilishga harakat qilaman. Mana shu Nakurtka eng xizmatiga javobgar 1 yillik degan, demak 1 yilgacha turib beradi. Bemalol undan ortiq ham turib beradi. Chunki hammasi o'zim nazoratim ostida bo'ladi. Juda ko'pchilik obunachilar shu xizmatlarimizdan zakaz bermoqda. Xo'p, tushunmasanglar, bu yerda hisob to'ldirish bo'limlari bor va qo'llanmalar bo'limi ustiga bitta bossanglar, mana Nakurtkaga to'g'ri zakaz berish bitta bossanglar, yana ko'rsatib o'tib ketganman. Instagram Nakurtkaga to'g'ri zakaz berish, ya'ni botda ko'pchilik ishlatgan bo'lsa kerak, o'sha bayroq funksiyasini o'chirib qo'yasizlar, mana ko'rsatganimdek. Va undan tashqari esa havola degan joyiga esa mana video chiqarib qo'yganman. O'sha qo'llanmalar bitta videoni ko'rib zakaz bersanglar bo'ladi. Agar erinsanglar, o'sha bayroq funksiyasini o'chirib, mana bu yerda shara profili bo'limi bor. Shara profilini bo'limini bosib, kopirat qilib, Nakurtka bot urmoqchi hisob to'ldirib, mana shu havolangizni tashlaysizlar botga. Bot avtomatik shu havola orqali urib beradi. Narginga o'xshab nikingizni o'zini yubormaysizlar. Xullas, Nakurtka kerak bo'lganlar, spam bo'lsanglar, mana shu botimiz orqali bemalol Nakurtka uraverasizlar. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Biz bilan qoling va bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Abbos bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.